Bir video olayotganingda qo'shimcha ovoz qo'shib turadigan o'zining zato sprovatdi. Hammani tabiga qarab uch xil ovqat tayyorlaymiz. Qani ketdik. Oyijonga perlovkali moshxo'rda qilamiz. Oyijon diyetadalar, shuning uchun ularga guruch mumkin emas. Qozonni bersatga qilgandek ovqatni yomon bo'lsa edi. Bunaqasi faqat indiyskiy kinolarda bo'lsa kerak. Ikkinchi ovqatim bu обычный moshxo'rda erkaklar uchun. Asmir video olayotganingda qo'shimcha ovoz qo'shib turadigan o'zining zato sprovatdi. Uchinchi ovqatim bu garohni sup, ya'ni moxora emas, yarimtali no'xatdan qilinadigan sho'rva. Uchala ovqatimdan ham go'sht qidirib ovora bo'lmaydi, chunki go'sht qolmagan edi. Go'sht solingan ovqatdan ham mazali chiqqan bu aniq, chunki bu ovqatni man qilgan. E'tiboringlar uchun go'shtsizdan ovqatni mazali qilish mumkin. Buning uchun mehr bilan ovqat tayyorlash kerak. Bu yo'lda sizlar reklamangiz bo'lishi mumkin edi, shuning uchun chetga olib qo'yamiz. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang.